Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu King Fire kanali va biz bugungi videoda Free Fire haqidagi topoviy yangiliklarni epli. O'zim hayajonlanib ketdim. Короче, bugun Free Fire akkauntni bandan chiqarishni o'rganamiz. Oldindan aytib qo'yaman, agarda cheat urib akkauntni banga tiqib o'rgan bo'lsalaring, unda bandan chiqmaydi. Agar bilmasdan garena kodni qichib banga tiqib tashlagan bo'lsa, unda ochsa bo'ladi. Albatta ko'p cho'zib o'tirmayman. Videoni boshlashdan oldin videoga like, kanalga obuna va kommentariyaga любой bir smaylik tashlab qo'ying. Ketdik, videoni boshladik bolalar. Birinchi bo'lib akkauntimiz cheat ishlatganimiz uchun banga kirganmi yoki prosta banga kirib ketganmi bilish uchun proverka account Free Fire deb yozamiz. Proverka account FF va birinchi chiqqan aynan mana shu saytga kiramiz. Bu yerda ID'mizni yozsak, uje chiqarib beradi. Cheatda ishlatilganmi yo'qmi? Mana men o'zimda ID'imni yozib ko'rsatib beraman. Mana men bironta ham boshqa cheat ishlatmagan ekanman akkauntimda. Agarda siz cheat ishlatmagan bo'lsangiz ham garena nohaqlik qilib banga tiqib tashlagan bo'lsa, texpadeshka FF deb yozamiz va birinchi chiqqan aynan mana shu saytga kiramiz. Bu yerdan o'zimizning regionimizni topib olamiz, ya'ni SNG. Keyin mana shu SNG regioni to'g'risidagi silkaga bosamiz. Bu yerdan qidiruvga blokirovka deb yozamiz va blokirovka akkaunt degan joy chiqadi. Shuni bosamiz. Keyin bu yerdan pastroqqa tushamiz va отправить запрос degan joyga bosamiz. Bu yerda bir qancha bo'limlar bor. Bu yerdan account ban zablokirovan deb bosamiz va bu yerda bizga adres pochta, account ID'si, nickname va описание so'raydi. Endi bu yerda to'ldirib chiqish kerak. Ana shu el pochtaga o'zingizlarda ishlaydigan gmail'laringni yozasizlar, ya'ni akkaunt ochiladimi yo'qmi, shu gmail'laringga сообщение keladi. ID degan joyga o'sha banga kirib ketgan akkauntingizlarda ID'sini yozasizlar. Nickname degan joyga aynan o'sha banga kirgan akkauntingizlarda nickini yozasizlar. Описание degan joyga mana shunaqa men yozgandek qilib yozsalaring bo'ladi. Keyin pastdagi bitta galochkani обязательно yoqib qo'yasizlar va отправить запросni bosasizlar. Shundan keyin uzog'i bir hafta yoki 10 kun ichida garena sizlar zaproslaringni o'qib chiqadi va akkauntinglarni bandan chiqarib beradi. Agarda bandan chiqarib bermasa, hech narsa qilmaydi bolalar, xafa bo'lmaymiz. Bugungi video aynan shulardan iborat edi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'lib qo'ying va keyingi video qanday bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiring.